O'zimga ham husnbuzar chiqyaptimi? Hozir aytib o'tadigan xatolarimiz husnbuzarlaringiz ko'payishining asosiy sabablari hisoblanadi. Siz bu xatolardan kamida ikkitasiga yo'l qo'ygansiz. Birinchisi yuzga ko'p teginish. Haligi yuzini ko'p o'raydiganlar bo'ladi-yu, shular haqida gapiryapman. Yuzga ko'p teginish terining ochiq poralariga, tashqi tomondan bakteriyalarning tushishiga hamda yangi husnbuzarlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi ugrilarni siqish. Ugrilarni qo'l bilan siqish yallig'lanish jarayonining yon to'qimalarga tarqalishiga, ikkilamchi dog'lar qolishiga va hattoki chandiqlanishga olib kelishi mumkin. Uchinchisi, yuzga turli xil agressiv ta'sir qiluvchi vositalarni ko'p ishlatish. Bilib-bilmay turli xil kirsovin, spirt va shunga o'xshash vositalarni yuzga surtish yuz terisini qurib ketishiga, keyinchalik yog' bezlari faoliyati kuchayishi va oshiqcha yog' ishlab chiqarilishi hamda ugrilar shakllanishiga olib kelishi mumkin. To'rtinchisi, o'ta qovurilgan hamda yog'li mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish. O'ta yog'li ovqatlarni ko'p iste'mol qilish organizmda yog'ning ko'payishiga, teridan yog' ajralishini kuchayishiga hamda yangi husnbuzarlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Mana yo'l qo'yiladigan xatolar haqida bilib oldik. Xo'sh, unda husnbuzarlarda yuzga qanday parvarish kerak? Birinchidan, to'g'ri yuvuvchi vositalarni tanlash. Tarkibida salitsil kislota, benzoil peroksid, niasinamid kabi moddalar bo'lgan teri pH balansini saqlaydigan mahsulotlar teri uchun juda ham foydali hisoblanadi. Ikkinchidan, terini mo'tadil namlantirish. Terida ortiqcha yog' ishlab chiqarilmasligi uchun terini doimiy namlantirib turish zarur. Buning uchun yengil namlantiruvchi vositalardan foydalanish tavsiya etiladi. Uchinchidan, to'g'ri ovqatlanishni yo'lga qo'yish. Ratsiondan o'ta yog'li hamda uglevodga boy mahsulotlarni chiqarish, mevalar, sabzavotlar hamda oqsilli mahsulotlarni ko'paytirish tavsiya etiladi. To'rtinchidan va eng asosiysi, dermatologga murojaat qilish. Mutaxassis bilan birgalikda kasallik darajalarini, sabablarini aniqlash hamda to'g'ri davolash taktikasini yo'lga qo'yish tavsiya etiladi. Agarda sizda ham shunday muammolar bo'ladigan bo'lsa, sizni klinikamizda kutib qolamiz.